Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aval bizni yaratkan, bizi yoktan bar kılgan ulug' Allah subhanahu ve ta'alaga cheksiz hamdu sana yollaymiz. Andın bizden yetekçimiz, bizni zulmettin yoruqliqqa yetekligen ulug' Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, sahabelerge, aile tavabatlarga ve kıyametkiçi şularning yo'liga geçken barliq müminlerge Allah'ın salamını yollaymiz. Biz bugün aldığımız dersimizin devamı, yani ailelerde prezentlerimizge dini terbiyeni qandaq elip barmamız deb bir ikki türlük mezmununu sözlügen. Biz bugün şunu üçüncü türünde bir mezmun qilib sözleymiz. Üçüncü mezmun qarmoqqa bevosita diniy tarbiya bilan munosabetsizlik ko'ringani bilan, ammo mening qarashimcha ham bolalarga ko'rsatilgan amaliy ta'sir nuqtasidanmi ota-onalarning farzandiga elib bormoqchi bo'lgan har qanday tarbiyasining unumli bo'lish yoki bo'lmasligining sharti deyishga bo'ldi. U bo'lsa nima desa, men burunmi ba'zi so'zlarni takrorlagandim. Ammo men ayrim bir tema ostida bo'lg'achqa yana qo'shishni to'g'ri topdim. Ota-ona bilan farzandning munosabati ma'lum nuqtada aytgan vaqtda hatto ularning, ya'ni qanday odam bo'lishiga nisbatan ta'sir ko'rsatishi nuqtasidan ularning maktabidanmi, ularning ustozidanmi muhim o'rin turdi. Yani ota-ona bilan bolaning munosabati. Bu intayin muhim. Bu ota-ona bilan bolaning munosabatini nimaga o'xshatishimiz mumkin desa, bu xuddi bu munosabat eriqqa o'xshaydi desak, ota-onaning bolaning ruhiy etizligiga aqtirmoqchi bo'lgan narsalari shu mehr-muhabbatdan shakllangan, shu yaxshi munosabatdan shakllangan eriqda aqidi. Agar ota-ona bilan bolaning o'tirishga munosabat bir shaklda buzilgan bo'lsa, endi bu buzilishning ifodalari qanday bo'lishi mumkin desa, masalan, bola masalan uyda turishni yaxshi ko'rib ketmaydi. Ota-onasi bilan sirdishni xohlamaydi, paranglashqusi yo'q. Jiqroq sirtqa chiqsam, adashlar bilan birga bo'lsam deydi. Sen 15-16 yoshga chiqqan vaqtda ota-onasiga darhol yonadigan, taqallashadigan. Qisqasi bolaning nurg'un sharakatlaridan uyni asosan yaxshi ko'rmaydiganligi ifodalandi. Mana shunday vaqtda ota-ona bilan bolaning munosabatida og'ir masala bor ekan deb diagnoz qo'ysak, ko'pincha vaqtda xatolashmaymiz. Demak, biz yaxshi tarbiyamizni, yaxshi so'zimizni hatta o'zimiz o'z oldimizga yaxshi bo'lsakmi, masalan deyli, bir dada yoki ana hatta o'zaro birisi-birisiga ayt yaxshi, masalan, ona ayt yaxshi xotin yoki yaxshi er, yoki qo'shnilarga nisbatan yaxshi, hatta vatan millat uchun, din uchun xizmat qiladigan bir odam. Ammo bolasi bilan bo'lgan munosabat yaxshi emas. Ya'ni bolasiga yaxshi muomala qilmaydi yoki qilolmaydi. Bunday ahvol ostida kichik bola uni to'g'ri tushunmaydi. Yani dadam yaxshi dem, unda yaxshi, bunda yaxshi deb o'ylamaydi. O bola o'ziga nisbatan yaxshi bo'lmaganlar bo'lsa, yaxshi ko'rmayveradi. Ammo nurg'un bolalar tilidan men onamni, dadamni yaxshi ko'rmayman deb deganmagachga, bu munosabat bir mezgil davomlashdi. Bu munosabat buzilgandan keyin hozir deganimga o'xshash, ota-onaning bolasini yaxshi tarbiyalash orzusining yermi shu chaqdlam so'g'ijlashgan bo'ldi. Mesela degan gapni anglamaydi. Bu xuddaligi qo'liqni ching itvoq odamning yoniga kelib o'llik to'lg'anga o'xshash bir ish. Chunki uning qalbi ota-onasidan kelgan sadoligiga nisbatan taqilib bo'lgan. Chunki munosabat yaxshi emas. Biz buning qandoqligini eslab boqmoqchi bo'lsak, masalan, biz boshlang'ich maktabda o'qigan chaqib deyli. Biz ba'zi darslarni yaxshi ko'ramiz. Ammo ba'zi darslarni 3. Nima ishqi ba'zi darslarni yaxshi ko'ramiz? Ko'pincha vaqtda ba'zida shu darsga bo'lgan qiziqishimiz sebebidan yaxshi ko'rsakmi, ammo ko'pincha vaqtda shu darsni o'tadigan muallim o'zining bizga tutgan go'zal muomalasi, xushchaqchaqligi yoki biz bilan birga o'yinishi deganga o'xshash ishlar bilan bizni o'ziga qaratib olgan bo'lg'achqa yoki boshqacha deganda o'quvchilar u muallimni yaxshi ko'rib qolgan bo'lg'achqa, shu sababdan shu muallimning darsiga bormoq. Shu muallimning darsiga bormoq. Şu bazı muallimning darsini qat'iy o'rgangimiz kelmaydi. Chunki u muallimga o'sha o'qolimiz uchun. O oilada mashundaq. Oilada mashundaq. Endi ota-ona nima qilsa qilib, bir shaklda bu munosabat buzilib bo'lgan vaqtda bola gap anglamaslikka boshlaydi. Ya'ni gapim o'tmadi.
qat'iy hozir paranglashmaymiz deb balki mushu xil alomatli ko'rilib turgan vaqtda shular biz bir ustozga maktabga olib berish orqali bu masalani hal qilish yo'liga kiramiz. Amaliyotda bu masala hal qilinmaydi. Bunda böyle öğün yiroqlashgan sir masalasi texmi eg'irlashadi. Uni hal qilish usuli dal shu buzilgan narsa o'xshash, ya'ni shu munosabatni asliga keltirish. Yani onun yana bir mandan nuqtadan mı qarash mumkin? Mesela biz yani şu kichik vaqtimizni qaytib o'ylab boqili. Shu yaxshi ko'rgan o'qituvchimizning topshiriqni ishlayolmay qolgan chog'dagi hissiyotimiz qanday? Biz o chog'dagi hissiyotimiz ko'nglimiz yerim bo'ldi. Hey, mushu muallimning topshiriqni ishlasam bo'ladi deb nihoyatda azoblanib qolamiz. Nima ish qildi desa, biz muallim manga ait amroq. Muallimning qalbida mening o'rnim bor deb o'ylaymiz. Biz shu topshiriq ishlamaslik, shu muallimning deganini qilmaslik orqali muallimning qalbidagi o'rnidan ayirib turishga qolmaymiz. Hey, mushunda bo'lmasa bo'libdi. To'liqsizda bir ish bo'lgan, to'liqsizda maktab komandasi, futbol komandasining a'zosi deymi? O muallim mening akamning og'aynisi. Maktabda birga o'qigan yosh vaqtida. U chog'da to'p jiqamasam deb komanda bir to'p berdi. Shanba atigan mashq qildigan vaqtda juma kuni kechlikda bu futbolni menga sen epket u yoqni mashq qilib atsa og'ach kel deb shunday. Shunday kechda olib atsa maktabga kelgach, maktabda u yerga bola birdan to'p o'ynaydi deb, birdan to'p o'ynab daraxtga bir tepibdi, birisi tishib ketdi. Shu xijilchilikda maktabga men bir hafta borolmadim. Nima deb qoladi muallim deb akamni aytib, bunda bo'lib ekan borolmadi deb voy bir keliyorsun deb shuni bilan. Çünkü şu chaqda mening ko'nglimning yerim bo'lgan hissiyatim bu muallim ait amroq demaga. Men ajab bir menga topshirgan bir ishini urilolmadim deb azoblandim. Agar siz o'chkirdigan bir muallim unda bir topshiriq urilsa ve onu qilolmagan chaqdagi hissiyatingiz-chi? Hech qisi yo'q deysiz. Nima desa demamda bu muallim deb o'ylaymiz. Dal mushu xil tuyg'u balalar bilan ota-onaning o'ttirisida shakllanib qolgan vaqtda ota-onalar jiq-japada qoldi. Jiq-japada qoldi. Bu nima uchun diniy tarbiya munosabatlik? Chunki dinimizga o'xshash biz balalarimizga singdirmoqchi bo'lgan diniy tarbiyalarimiz, ta'limlarimiz shu munosabat, shu go'zal munosabatdan shakllangan shu tok yo'li orqali oqadi balaning vujudiga. Biz o tok yo'lni uzib etib, anadagi oyada chiroq yonmadi desak, qanday bema'ni bo'lsa, bizni avval bola bilan bo'lgan munosabatni buzib etib, anadagi mening tarbiyam oqmidi desak, xuddi shunga o'xshash bir bema'ni ish bo'ldi. Shunga bu ota-onalar sezgir turgan, shu munosabatga alohida diqqat qiladigan bir ish. Bu haqdagi psixologiyada va ma'rif ilmida elib berilgan tadqiqotlar intayin ko'p. Yani ota-onasi bilan munosabati yaxshi bolalarning maktabdagi natijasi, boshqalar bilan bo'lgan ijtimoiy munosabatdagi ifodasi, hatto maktab bitirgandan keyingi kasbdagi natijasi qatorliqning hammasi ota-onasi bilan munosabati yomon bolalarnikidan jiq yaxshi. Bu yerda u tafsilotni so'zlashga jiq vaqtim yo'q, ham hojatim yo'q deb o'ylayman. Endi bir savol endi. Unda da qanday qilganda bu undan saqlana olamiz? Ya'ni balalarimiz bilan bo'lgan munosabatni buzib qo'yishni saqlaymiz. Endi balalar bilan bo'lgan munosabatni buzib qo'yish ko'pincha balalar kichik vaqtida boshlanadi. Bola kichik vaqtida boshlanadi. Va buning ko'pincha xatolik balada bo'lmaydi, ota-ona bo'ladi. Ko'pincha xatolik balada bo'lmaydi. Nurg'a ota-ona o'ylaydi. Bu bek kej bola bo'lg'achqa shunday olib qoldi deydi. O 4-5 yoshlik, 5-6 yoshlik bolaga nisbatan deyilgan bir gap. O bola o'zining ish harakatini, ota-onamning yoki ota-onamga bo'lgan pozitsiyamni, muomalamni men mundaq qoidalarga asoslanib tangshash elib boray deb o'ylay olamda. O'ylamaydi. Uning mijoz xarakteridagi tabiiy narsani chiqaradi o'tirgan. Ammo ota-onalar yana cho'ng odam bo'lib sifati bilan ular o'zining gap so'zi, bolaga qaratgan muomalasi, uning darajasi, shakli deganlarini o'ylay oladi, tangshay oladi. Agar ota-ona shunga diqqat qilmasa bo'lmaydi. Shunga asosli xatolik ota-onalar deyishimda, chunki ota-ona tangshay oladi. Ammo bola tangshamaydi. Men bir bola 3-4 yoshlik bir bola dadasi nisbatan men bundaq qilaychi, dadam onamga deyalamdi, unda o'ylamaydi.
Ama ata-ana oylayalımdı. Ata-ana oylaydı. Şunlaşka ata-analar tüvendeki 3 xil hatalıktan saklışı lazım. Bu 3 xil hatalık eğer ailede izchil sodir qilinsa, menimcha mutlaq ko'p qism ahvol ostida ata-ana bilan bola o'rtasidagi munosabatga keyingi vaqtda yamash nihoyatda qiyin daz ketadi. Birinchisi bolalarni muhabbatsiz tashlab qo'yish. Yani bolalarga parvosiz muomala qilish. Bolalarni muhabbatsiz tashlab qo'yish. Yoki ata-onaning muhabbatini bolalarga his qildirmaslik. Mutlaq ko'p qism ata-onalar biz o'zimizni hech bir zaman bolamizga men mehr muhabbatimni his qildirmadim deb o'ylamaymiz. His qildirmadim deb o'ylamaymiz. Ya his qildirdim deb o'ylaymiz. Ama uning to'g'ri yoki xatoligini biz belgilamaymiz. Bola his qilsa hisob. Bola his qilsa hisob. Agar bola o mehr muhabbatingizni his qilmadi, ammo siz ko'nglingizda "Voy, men uyda bor. Men diginni qilib berdim" deb o'ylayotganingiz bilan siz uni his qildira olmagan bo'lsangiz, yana mag'lubiyat. Bu nimaga o'xshab ketadi desa, ba'zilar Allohga iymon etdim, ammo Alloh buyurgan hech qanday ish qilmadi birisi. Ammo anda degan bilan men hali yomon emas musulmon deb turaversa, bu biraz bilmaylik olganday, men bolamga kuyindim deb biz o'yladik, ammo bola shuni his qilsa hisob. Shu muhabbatsiz tashlab qo'ymaslik. Endi bu ish bizning Uyg'ur oilalarida bekrak dadila sal qarayotgan bir nuqta. Bu jiq ta'kidlangan gap hamda. Chunki bizning bolaligimizda ko'pincha vaqtda bekrak chini tutilgan, dadining qapqi orqali boshqurish bekrak asos qilingan bir oila madaniyatidan kelgan biz Uyg'urlar ko'pinchamiz. Hatta nurg'unlar deydi ham, hatta men asliyalayman. Biz kichik vaqtimda dadam meni quchoqlab bag'riga besib beqinmidi ular deb o'ylab baqsa jiqadam. Nurg'un Uyg'ur bolalar asliyanmaydi. Çünkü nurg'un ota-onalarda bek kiltib qo'ymaslik, sal qapoqning zeyri bilan turish degan bir narsa yerlashgan. Shuni asos qilib muomala qildi. Ammo boshqa jihatda ko'nganlik shu, masalan, yemak ichmakda yoki bolaga ma'lum bir masala yuz bergan chog'da bir shaklda hal qilib ketadi. Ammo bola muhabbatga ehtiyojli chog'da his qildirilmasa, bu tashlab qo'yilsa, bu xuddi bir o'simlikka oksigen naytu zarur olsa quyosh nuri. Quyosh nuridan ayirib etib biz parnikda yetishtirsak, o o'simlik xuddi yaxshi yetishmagandek bir gap. Ata-onaning mehr muhabbati bolaga nisbatan shu osmondagi quyoshga o'xshash. Osmondagi quyoshga o'xshash. Albatta biz bu yerda ziyoda akilitishni demoqchi emas. Bolaning mehr muhabbatga ehtiyoji bo'lishi Allohning shu bolaga yaratgan bir tabiiy, fitriy ehtiyoji. Onu yok qilishga balımı qodir emas. Hiçbir insan qodir emas ameliyatda. Ameliyatda bir insan mayli bovoq olsun, mayli cho'ng olsun, mehr muhabbatga ehtiyoji bor. Mehr muhabbatga ehtiyoji bor. Bu birilmasa, bu xuddaligi jismoniy jihatni o'ylasak, ma'lum bir oziqlik moddalari kam bo'lib qolib qolsa, xuddi bizning badanimizda ba'zi kasalliklar ko'rilganiga o'xshash, ota-onaning mehr muhabbati kam bo'lib qolgan bolaning psixik ruhiy holatidimi? Şununla layık meseleleri görülüşü başlaydı. Şu nurgun psikologunun karşıda ma'lum bir adam psixik meselesini bir psikologga dert aytib bağlan çağda soraydigan suallarning en beşide nima var? Şunun ata-onasini, bolalık geçmişlerini soraydı. Bolalıktaki geçmişinin onun keyinki ruhiy holatiga qanday o'zgarish ko'rsatganligining yip uchlarini izlemekçi oldu. Bular bekrak ruhiy analiz eqimida aşırı bekrak ehemmiyet verdi. Şu balalık geçmişi gayet mühim deb qaraydi. Ameliyatı bizim de o'ylab baksak, biz his qila olmaymiz ameliyatda. Şu balalıktaki, mesela, hech bo'lgan vaqtda bizga jiqroq etliq pul beradigan tog'imizdan birisi bo'lsaydi, birasi. Onun chiroyi, gap so'zi qadar esimiz bo'ldi. Shuni yaxshi odamdek his qilamiz. Aşırı bir xil amroq bo'lamiz. Şuna ata-onaning bu gerdindeki mecburiyeti. Eğer bu tashlab qo'yilsa, asta-asta yiroqlashadi. Asta-asta yiroqlashadi. Asta-asta yiroqlashadi. Anadaki ikincisi,
bala sal cho'ng bo'lgandan keyin yoki cho'ng bo'lishga boshlagandan keyin sodir qiladigan eng cho'ng xatoliklarımizdan biri balalarning g'ururiga chaqilmaslik. Balalarning g'ururiga chaqilmaslik. Biz balalarni bu degan bala deb qaraganligimiz uchun cho'ng odamlarga o'xshash g'ururi va uningmi o'zida azoblanadigan bir yeri bor deb o'ylamaymiz. Masalan, deydi 15-16 yaşlık balalarımızdan uygumu işini çekmeye kirimiz hem de. Şimdi şalakka değişip kirimiz hem de. Tak tak çekmemiş. Çünkü bunun benden yuşurgan nimisi battı. Peki nim buluş yakıva bu güynün etkan içimizden de bir nesi var. Şu anda çekişini hiçbir zaman kirek deyip oylamayımız. Anladık ki gep sözde bu gururga çekilmezlik degende. Bu bir neçe söz geldi. Aslında bunun özü pek çoğun tema psixik horluq. Psixik cihetini horlaş. Bu psixik cihetini horlaşın ifadeleri ameliyette tıl zoravallıqı. Bunu psikologiyada şimdi ataydı. Tıl zoravallıqı degende ben vallahi hakaretleş, kemsitiş ve ziyade tenkit. Hakaretleş degenimiz mesela bazı ata-analarning balalarga ishlatgan sözlerini de eslep baksak hem de. Bir insan balısını muşunda bir demde deydi. Mesela bir dada belki balısı aramdan boğan diyeleydi. Ama dada bu gapni qanday diyeleydi hem de. O mening balam emas degan gap ma'no. Bir dada qanday deydi. Ama biz anlamagan gap mi? Biz jiq anlamagan gap. Balasini da deytgan dadilni jiq ushurtimiz. Hatta ba'zida balada ma'lum masala ko'rsa ba'zi dadalar nima deydi? Anasiga gap qilgan chog'da balang manda qilibdi meni deydi. Balamiz bunda qilibdi deydi. Balang bunda qilibdi. Men bu gapni ajoyib bir g'alati his qilmamdi. Ya uni dadasi o'tirsa, qanday u chog'da balang bunda qilibdi deylaydi. Bu bir xil bir nakaslikdek his qilinadi bana. Hakaretleş degan vaqtimizda bunun ifadeleri acayip köp. Bunun ifadeleri acayip köp. Endi biz eg'iz buzgan sözlerini demeyle. Mesela hazırkı o'xshashishni aramdan bo'lgan, o'g'ri, yanjuqchi, maz, latta, kag'i kelmas degan gaplarni ishlatish normal endi. Bu gaplar shu vaqtning o'zida o bala bizga til yondirolmagani bilan balaga nisbatan bu tekrar aytilgan vaqtda asta balla o'ziga aytilgan shu haqoratli so'zni qabul qilishga boshlaydi. Psixologga qarshi. Ya'ni masalan, topshiriqni ishlayapman birinchi sinfda. Siz buni ma'ni xato ishlayapsiz, balam deyishning o'rniga dötkense dediniz deyli. Mushunchilikni ishlayapmabsiz dediniz. Yoki siz qala adishing palani ishlayapti, sen ishlayapmabsiz dediniz. Amaliyotda bu til zo'ravonligi. Shuni o'zi. Ay dötkense degan shu uchur ikkinchi qatimmi cho'qim ishlayolmaydan bu sizning bir qatim dötkense deb tarbiya qilganingiz bilan aytsamin to'g'ri ishlaysan bo'lib qolmaydi. O'shansiz aytsizmi takrorlaysiz. Shunda bu bir takrorlangan so'zga aylangan chog'da psixologlar shunda qaraydi-ki, bu balalar buni o'zlashtirib oldi deydi. Asta rasman dötken. To'g'ri deb. Sizdan chiqqan gapni bala o'zlashtirib, o'ziga bir mark qilib chaplab oldi. Rasman dötken deb. O bir bala özünü men rast dötken deb o'ylab bo'lgandan keyin uning o'zining aqlliq ekanligiga ishontirishga necha yil vaqt ketdi demdi. Ya balam ishlayolsa qara deb asta savollarni aytib berib, oson savollarni. Asta aslida yangi muvaffaqiyatini his qildirish bilan uning o'ziga bo'lgan ishonchini asliga keltirishga chiqdi. Demak, ota-onaning bu xil qalpoq xarakterlik haqoratlari balaga nisbatan uni urib tillagandanmi yomon. Masalan, işte döt. Endi kalva, adiki qo'rqinchoq, qo'lingdan po'q kelmaydi deganga o'xshash gaplar balaga nisbatan bir o'lim jazosiga o'xshash gaplar. Til zo'ravonligi degan shu. Mesela bir bala tekrar aslında bir hürmetga ehtiyoji var. Bayan biz muhabbatga ehtiyoji var dedik ya. O bir balaning o'xshash hurmatga ehtiyoji var. Bir hurmatga ehtiyoji bir bala aynen tekrar gurur deb seni qilingan chog'da da o'ylab baqili. Ailede o üzünü o ailenin bir a'zosi deb qarashdan ojiz keladi. O üzünü o ailenin a'zosi deb qarayanmaydi. Çünkü o ailenin muayyenleştirilmedi. Bu muayyenleştirilish degan gap inson uchun o kadar mühim ki
En akallisi değil. Biz bir futbol komandası top oynadık. Futbol komandası top oynadık. Biz bir hatalıkla sadır kılıp ya varta turup obdan turanmay iki toplu tipi ağam bolsa. Eğer meydanda 8-9 adamın hemmesi varta yağmış varsa o sen muşunda kılıp bu kilakadım balama meydana ki top oynamaydı. Üzerine oturuyor vartada. Çünkü o üzde onun nemesi de biz kılmadı. Onun hatalıkları kabul kılınmadı. O belki 8-9 onun tutuvağan bolsa onun tutuvağanları hiç tılgılınmay. Tutuvağan iki topu lan onun gerinin kilip kaldı. O da oğandaki üzde bu topluluk əzası da qarayanmaydı o grubunun əzası da. O üzde grubunun əzası da qarayanmağandikin yıraqlaşıdı. Aile bir top. Eğer aile balının en destekli səhnesi. Eğer ailede aşı səhnede aşı balığa yeterli fürsət verilmişse, az sonra alqış anlamasa, müəyyənləşdirilmişse, balının her bir hatalığı yüzüge selinse. Mesela en çok tekrarlanan gibi bazıda hatta bulup belki 10 yaştan tüyen balla teret amay çıkıp namaz okulunu okup kalsak mı? Da teret aldım dese mesela ben şahsen öydü başına deyimiz. İşini vallahi deyim. Arası teret aldın bala. Ben işini etmesen teret ağalıklarsa teret almayın namaz okumaysa. Hep işini vatılı. Neymiş ka? Balının bir vicdani azaplanışıga fırsat birimiz vakit. Hey, dadamını aldattım, işinip kaldı da. Bu için obdan kıymadım ki o deydi. Emniyette balı deydi bunu işi de. Mesela biz de deyimiz emniyette. Küçük vaktimizde eslep bakalım. Mesela palanı bir kişi kovunu kolgan bolsak, muş işli kıymet karşıda ağırla deyimiz emde. Yani bir vicdan azabı tahtımız. Eğer Adem çıkıp bize birden kovulursa ya ki işinde kabbesi kendimizden, şunu ola vicdan azabımız yok gidiyordu. Neymiş ki onun cezasını tatip olduk. Cezasını tatip olduğundan için o bir vicdan muhasebesi bizden yokap gitti. Bir insanda bir balada aşı vicdan sorukunu tatip algan çağda endi ma xatarning başlanışı şu edi. Çünkü o çağda bir hatalıkını sadır kılıp o azaplanmayotgan bo'lib qolsa, uni oqibatini biz tasavvur qilolmaymiz. Endi mushu aşırı ziyade tanqidlar, mushu kamsitishlar, o balalarning maylatda tashqi qiyofati deydi. Mesela tashqi qiyofati yomon simiz bala ekansa degan gap deydi. Yoki sening ko'zing mundaqkan jismoniy ayıpları. Deganga o'xshash o o'zi amal qilinmaydigan ba'zi ayıpları ve ba'zi acizlikleri ota-onasi tarafidanmi tilga ilinsa ve bu muayyanlashtirishdan ko'proq tanqid jiqilab ketgan chog'da munosabat buzilish qaratmoqda. Bayan dedik ya, hamma inson sahnaga ehtiyojli dunyoda. Hamma inson sahnaga ehtiyojli. Bunda qarab bakinglar. Mesela vatan sirtidagi da'voga qarasak, ba'zi odamlar da'vo qilgan emas, sahnada usul o'ynab o'tirgandek ko'rinadi menga. Yani men bu deb vaqirgandek. Yani aşu bir sahnada o'zini bir ifoda qilmoqchi. Amaliyotda yomon yo'g'on bir ish qilib ketmoqchi emas. Sahnaga ehtiyojli, insonlar sahnaga ehtiyojli, o sahnani ota-ona beradi. Agar ota-ona o sahnani balaga bermasa uyda, yeterlik alqishini ayısa, endi tasavvur qilib, bu bola ko'chaga chiqdi. Şunlar bu bola dadisi uyda dadisi, "Oy sen bir qo'rqinjoq" degan, sen dars o'rganamman degan, "Dötkalva" degan bir bola. Sirtda balla bilan aralashib uzun cho'ngli bilan bir o'pchi mushlishda ifodasi yaxshi bo'lib qoldi deydi. Yoki palonni o'g'lab keldi desa, o qattiq jasorat bilan bilmab o'g'lab keldi. Shuni bilan uning qanday qilib 5 silaydi. Qaltis kelsa dedi. O bu ayellashtirishga erishib baxmagan bir bolaga nisbatan uning hayotidagi bak cho'ng bir ilhom bu. Ko'pincha shu bolalik vaqtida yomon yo'lga kirib ketgan. Bolaning shu chaqdagi nimasi surishtirib baqsaq, bu vaqtdagi tadqiqotlama shu oiladagi ota-ona bilan munosabati buzilgan bola ekanligini deb bilamiz bizga. Çünkü üzünü aile topuğa haqiqiy tabiiz qilolmaydi. Şu ikkinchi muhim nuqta bolalarning g'ururiga chaqilmaslik. Cho'ng odamning g'ururi qanday muhim bo'lsa, bolaning g'ururi uningdan muhim bo'lsa muhim, uni ojiz emas. Ama biz bilib bilmay chaqilib qolamiz. Anadaki bunun bizdeki yana bir ifodasi shu o'ylida haddidan ziyode tanqidchi. Yani muayyanlashtirish uchun ko'proq tanqidchi qildi. Chunki bola xatolikni sodir qildi emasmi? Ko'pincha vaqtda bola xatolikni sodir qildimda o'ylab baqsaq. Chunki bilmaydi bolaning hayoti nima? Shu xatolikni azaytish jarayoni amaliyotda. Xatolikni tekrar sodir qilish orqali ikkinchi qatim o xatolikni sodir qilmaslik bilan to'g'riga yetkilib o'rganish qildi.
bilidi. Eğer aşı hatalıkları ata-onasi tarafidan siliq bir şekilde qabul qilinmasa, o çağda bu bala hatalık sodir qilishdan qachish uchun hech qilmaydigan bo'ldi. Mesela bunun en addi misali, hemimiz de uyumuzda oylab baksak, bunlar kızcaklarda görülüşü mümkün. Mesela ben 6-7 yaşlı kız valla, ana ben size yerden bir şey edip aşkana kirip aldı. Pertukulda takap anısı yanında biçirlap yürüydü. Bunlara anısı məlum bir işini buyurgan çağda, destekte bu balı küpünç vakti kanda kıldı, kılanmaydı. Mesela kaçını çukum pakiz yumaydı, cozunu pakiz sürtmeydi. Muşunda vakitte nurgun, dikkat kılmaydigan analar, ben sizge yardım kılın deb, işini avutup bir işten başka okumaysınız, bir çıkıp oyununuzda oynama, deb balının bir yardım kılay diyen niyetiye, bir hesaptan bir eğer depsendiçilik 101 temdi. Şunu olan ikinci, üçüncü kıtımı tekrarlangandan keyin bu asla kaçıdı o. Yardım kılay diye işlemi demeydiğen buldu. Onun için kandan mesele 101'di. Bana sen çoğun olgan çağda ana bana yardım ne işlep çağırdı. Şunlar bu asla kaçıdı. Tazı ki oldu gidek yardım kılmaydı şu çağda. Sen bana yardım kılmaysa hiç kalsanız beni oylaşmaysınız bu oyda. Değişki başlaydı. Aslında yardım kılay deb kirgen çağda sadır kılgan hatalıkla bedilendi. Bu elbette oğullarına nispeten mi okşaş? Dadılar mı oylap bakla? Mesela bir işte balımızdan birlik kıldık. Epleştirenmedi. Bana tutup duracak, obdan tutanmaydı. Bazı yerde buzup koydu hatta. Hatta bazı yerde ziyan selişi mümkün değil. Bizim neslilerinde buzup koyuşu mümkün. Şu çağılda bizden eğer hakaretimiz ya ki kattık geplerimiz vallahi asla bizni yiraklaştırdı. Hem de üçüncü mühim nerse, saklandığın nerse, cismani horlaş. Cismani horlaş, normal tellikiki pakbuk uğup kuyaşlı gözde tutmaydı. Belki balını uruşunu adet aylandırmeliyiz. Balını urup baş kuruşunu adet aylandırmeliyiz. Balını korkutuş, tehdit selişini adetke aylandırmeliyiz. Bu cismani horluk hesaplandı. Bunun ballarını oңşaşka hiç kanda paydası yok. Vakitlik oңşılıp bir işke paydası var. Vakitlik oңşılıp bir çünkü korkap baka tayakkimi deyip oңşılıp bir vakitlik. Ama ki fırsat tapkan çıkısta bu ballar özden bilginlik oldu. O çağda dadımı uğranmaydıkan bir yaşlı keledi. Şu çağdan körümüz hem de vakti ki onun ziyallık tesirinin kanda olduğunu. Hem de küçük vaxtıdan başlap şu psixik ve cismani cihetin horlangan ballarının bazı tədqiqatlarda hatta balalarının minisinin üst bitilişine kadar selbi tesiri var. Balalarının minisinin üst bitilişine kadar selbi tesiri var. Mesela ziyade endişi içinde yaşaydıgan. Böyle ki dadısının ve anısının micazi fevkalade turaksız ailede. Mesela balı bir günü asmandaki ay. Oy balam. Bir günü yerdeki ahlet. Bu işte numarası. Yani haddeden ziyade iki yıl muameleye uçurgan ballarını küpüncüsünden pısıyıcısından mesele çıkıldı. Yani erkel etken çağda şahzade azrak bir hatalık sadır kılgan çağda oğruyancıkçı olap gizdi bala. Bu xil bunda fevkalade perk pozisyadaki özgürlükçülük balağa nispetten bir iniksiz aile muhiti berpa kıldı. Bu iniksiz aile muhiti degen neyen gap dese menimçe Uygurlar en yaxşı düşündü bunu. Xuddi biz vatanda nemish qilmasak yoki nemish qilsak tutib qo'yadi degan bir endişe var. Bütün Uygurlar. Shunaqmi? Chunki qarasak ba'zilar hozir deymiz ya, palanini tutmabdimish meni deymiz. Bu palani hech qilmagan tutib sulab qo'yapti deymiz. Ahil muhit, şu muhitte yaşayan adamga nisbeten qanday bir ro'yalat paydo qildi? Davomli bir xil endişe. Davomli bir xil endişe. Bunday Uygurlar nayt isil bir maqal temsilida ifodalagan. Uğandın Çini'ye yaman. Qasiday birini sevasınızın beylip kaçan uraki deb saqlab turish bir insonga nisbatan chidg'usiz bir azap hem. Balaga nisbatan dadam qachon qattiq gap qila, anamdan qachon izoh eshitama, qachon tayoq yeyma degan ma iniqsizlik
Bana bir korkunçluk iş. Bana nisbeten. Onu tükeştiriyordu. Yani türmük girip çıkan balının mında deppegin isimdi var. Bu del aşını ifade ediyor. Türmedi 5-10 yıl yetişme ütep gitti. Aş inik kesip boğuşa, aşı peytsodiki, aşı 3-4 ay yetip gitiş bek yama. Yani o kaçan net yıl kisse, kanda olan, akıbetimiz inik olmagan dikin, aşı edem ki bek eğer kildi o. Yani balığa nispetten bir hareketinin akıbeti inik olsun. Bunun deyen gep, mesela bugünü balığınız yalgan etse, katlı çiçanışıp açıldınız. Ama öğünüsü onundan çok bir hatalıkını sadır kılsa hiç şey olmaganda güydünüz. Uçakta bu balığa nispetten kanda bir uçur bir işi mümkün. Bu del veya ki ölçemsizlik, iniksizlikle keltirip çıkardı. Gel biz şunda diyenti, balısı neçe dolarını harcayıp tüketmesi karı yok. Telefonga 30 gigabayt nima kaçırapsa güydep tillap ketdi deb. Bu da şundan endi. Maqul turaqsizlik ekitkan balaga ekitkan ta'sir bek yomon. Hatto ba'zi ota-onalar deydi, hatto urtgan tillaytgan ota-onalar mana chin tutgan deydi mana. Agar tuzum iniq bo'lsa, endi cho'ng masala ko'rolmaydi deydi. Endi tuzum iniq deganimiz maoshni qilsam tayoq yeyman. Maoshni qilsam mukofotlanma deydi, o'lcham iniq. Dadısının qanday chaqda açıqlaydiganligini, qanday qattiqroq, qanday bo'shoq açıqlaydiganligi iniq bo'lsa, aşı dada açıqlayotgan açığı yaman bir dada bo'lgan taqdirdimi, uning balaning ko'rsatgan psixik ta'siri unchalik kuchli bo'lmaydi. Chunki bala aniq nisbatan bir mudofaa shakllantira oladi. To'g'ri, men ma'noda saqlansam bexatar men deydi. Ammo aql muhitda siz nimadan saqlansangiz bexatar bo'lganligingizni bilmaysiz. Bu bek yomon. Bu xil oila bek ko'p aramizda. Endi to'rtinchi muhim narsa ota-onalardagi addidan ziyoda mustabidlik. Amaliyotda bu yuqorqini ma'lum jihatda xulosalagan bir so'z bu. Yani ota-onalardagi mustabidlik deganimiz uyda butunlay boladan hech qanday maslahatni, hatto yeshi xili cho'ng bo'lsa-mu, elinmaydi. Bola bilan dialog qurilmaydi. Bolaga ko'rsatiladigan hurmat yetarli bo'lmaganligi uchun asta-asta bu bola bayam deganimga o'xshash o'zini bu oilaning haqiqiy a'zosi men degan o'zining bir qimmatini his qilishdan ojiz. O bola o'zining qadr qimmatini his qilish fursatiga erishmaydi. Haddan ziyoda mustabid bir oilada. Uni bunda o'xshatib baqadi, biz yashagan muhitimiz qaytili. Mustabid davlatlarda odatda mustabid davlatning fuqarolari vatanparvar bo'lmaydi. Ko'pincha ahvolda. Nimishqa desa, chunki fuqarolar o davlatning siyosiy jarayoniga qurilishiga qatnasholmaydi. Chunki bütün ishni o'sha ordudagilar yoki shu bir partiya qaror qilganligi uchun xalqning hokimiyatga, siyosatga hech qanday ta'sir ko'rsatish fursati yo'q, haqqim yo'q. Unda bo'lgandan keyin bunda qilamdiq degan ishlarga nisbatan davlatning ichida u da parvosiz. Nima bo'lsa bo'lmamda degan bir parvosizlik ichida. Xudo shunga o'xshash oilada agar ota-onaning shu favqulodda mustabid pozitsiyasi ballada shu oiladagi nurg'un jarayonlarga, qaror jarayonlariga qatnashish fursatini tatib oldi. Bunu tatib olgandan keyin asta-asta bu munosabat yiroqlashishga boshlaydi. Masalan, oddiy endi. Sirtda tomoq yemoqchi siz palonlashgan tomoq yeymiz deb aytmoqdingiz deyli. Bolalarimiz da ay hadi yesek olmamdı deyishi mumkin. Bunda chaqda men degandiki shayga mangla deb aytmoqdingiz. Siz o'ylaysiz, sirtqi tomoq yegili chiqsammi xo'sh olmaydi bu guylar. Odatda ko'pincha mustabid odamlarning tafakkuricha bu. Ochiq. O'xshash Xitoyni o'ylang yana. Uyg'urlarni mushunchilar qilib qo'ysak, bunda qilib ketdi ma'gullar deydi. 94-yili men Xitoy viloyatlik Darul Ma'lumotda o'qigan chaqda bir ish bo'ldi. Bizning sinfga Xotanjonkoni bitirgan bir Xitoy muallim o'qituvchilikqa praktikaga keldi. Bu yeni kelgan bo'lg'achqa bizning sinfdagilar kapsizlikni qattiq buzib ketdi hamda. Darsga o'tkazib qo'ymay, o resmi buni quloqdan chiqardi. Shuningdek bir kunlikda birinchi soatlik darsda doskaga Xitoycha so'z yozadimdi, xat. Yezib bo'lgandan keyin oraliqda vaqt to'shab qilib istirahatga ketdi. Biz darhol xatni bir o'chirib. O'chirib atgandan keyin kirib qarasam xat yo'q.
O çağda bu çidap turanmadan da berlaşık birenmedi. Ne çağda yığılıp kalkan onu ama. Ahir senepten çıkıp bu mektede o muavin müdürü bir tungan verdi maaşı yok bu da. Aşına ekirdi. İşte o sınıf girip kopayamın zemmeyle koptuk. Birden bir soğudan da hiç kimse taşlamadan. Çünkü hem böyle üç uğrat kaçıyor onu. Hem böyle çıkıp palak da üç uğrat kaçıyor. Benim bir edemgi atılıp kalmadı. Ama Ağuy'un tunca ağızdan çıkan söz benim isimden çıkmaydı. Şimdi dedi, kuskan tuyap kepte kalsandan dedi. Ben uzun oylandım ya. Bunun kallısta kuskunu biz toyguzap koygaçka didnaştıktan bulap kaldı. Aççığısına ait yavaş güylüydü bu. Degen bir hükümranның cümlesi var. Okukuşumu işletken söz emez. Bu tabii çıkıp kaldı kızdı. Bunu şunu okşayız biz yol yasap verdik. Azatlıktan burun Abdal Kalender'deki yaşayan güyla hazır mudavakette deyiş xuddi bir dada ana balısına nispeten men tek munda qilib bersem hiç teşekkür etishni bilmedi deydigan zo'ravonlikni ba'zida mohiyatlik farqi yo'q. Aslida o'sha tomoqqa chiqishdan burun balam nima yeganlar qayerga boramiz desa mesela ayaga borlar desa o chog'da maslahat qilib ayaga borsak ya pulusi mundaq yoki pokizligi mundaq men ma ochqanda o'ylagandim degan bir dialog bilan ma'qul emisi desa a balla o'zining cho'ng bo'lganligini aşı aileге tava ekanligini o'zining bu qaror chiqarishda bir haqqi bor ekanligini his qildi. Agar unda bo'lmasa men bu uyning a'zosi emas. A'zosi bo'lganim bilan, uyda yashaganim bilan degan bir tuyg'u ota-onadan balani yiroqlashtirdi. Har bir ota-onadan bola yiroqlashgan vaqtda shu narsani aniq aytishga bo'ldi. Ota-ona aşı balani o'zi ko'zlagan odam qilib yetishtirish ehtimolligi tuvallabmadi. Çünkü ata-ona gerçi balalarla münasebeti yaxşı bo'lmay qolsa-mı yine yaxşı adam bo'lsin ekan degan arzusi to'g'ri emas bu. Yani o arzusi yolg'on emas. Ama usullar to'g'ri bo'lmaganligi uchun bag'ansi yiroqlab ketdi. O'chada o ata-onasi muhim bilgan narsalar, ata-onasi ulug' bilgan ishlar balaga nisbatan unda ulug' unda muhim bilinadi. Shu narsa esimizda bo'lsin oxirida. Balalarimizning dinni qabul qilishi, diniy qimmatini o'zlashtirishi eng dastlabda hissiy tefekkür bilan bo'ldi. Bu hissiy tefekkür deganimiz obrazlik tefekkür değil. Bizim sığdırışımız bilan yanımda aqliy falsafiy xulosa chiqarib dinga kirmaydi bir kichik bola. 6-7 yoshlik, 7-8 yoshlik, 9-10 yoshlik bola. Aşı ata-onasidan ko'rgan bir go'zal axloq bilan, ashuning kuyinishi bilan, menga bunda kuyinadigan, menga bunda yaxshi muomala qiladigan, menga bunda amroq bir onam dadamning namoz o'qing, Qur'on o'qing degan gapi chuqum xato emas deb qarab, anandan keyin diginimizni qildi. Agar biz doim u bilan munosabat nachar, ammo talabimiz yuqori bo'lsa, o bolaning bizning talabimizni cho'ng bilishi va o'zining ruhiy dunyosini o'zlashtirishi qiyin. Endi oxirida bu darsimizni xulosalab o'tdilar. Oiladagi diniy tarbiyaning 3-chi muhim turiki ota-ona bilan bolaning munosabati va bolaning tarbiyalanishiga nisbatan maktabdan va hatto ustozdan muhim deyishga bo'ladi. Ota-onaning tuvandagi qilmishlari bola bilan bo'lgan munosabatni buzib tashlaydi. Birisi bolani muhabbatsiz tashlab qo'yish, ya'ni bolaga nisbatan uning ruhiy istak talablariga nisbatan parvosiz muomala qilish. Aqallisi o'yinchiq o'ynash istagi deydi. O bir istak. O bolaning vujudiga bir istak. Ammo ota-ona buni quloq solmadi. To'g'ri emas. Ikkinchisi bolaning g'ururiga tegmaslik, g'ururiga chiqilmaslik, bolani yetarlik hurmatlash, uning odam ekanligini his qildirish. Mana bu uyda bir qimmatlik aile a'zosi deganni bolaga his qildirish. Anadan keyin endi shuning ichida şu til zo'ravonligidan saqlanish, ya'ni haqoratlamaslik, kamsitmaslik. Bu kamsitish xarakterlik gapini qilmaslik bolangizga. Xatolik sodir qilgan taqdirda bu. Masalan, bir bola yolg'on aytsa, bolam yolg'on aytding xato degan gap bilan sen yolg'onchi, yolg'on aytib maqma degan gapning orasida osmon zamin farq bor. Bir bola o'g'irlik qilib salsa, o'g'irlik qilish xato degan gap bilan sen o'g'ri degan gapning orasida osmon zamin farq bor. Sen o'g'ri degan gap senin kimligingning ichida o'g'irlik bor degan gap. Sen yolg'onchi degan gap shu yolg'onchi sen degan gap, sen yolg'onchi degan gap ikki bir degan gap. Ya'ni bu bolaga nisbatan besilgan bir tamg'a. Bunun ta'siri
hareketini tanqidlashdan bek ig'ir. Shunga haqanda xatolik sodir qilishdan qat'iy nazar, mana qalpoq kiyish uchun saqlanish lozim. Ya'ni yolg'on aytmang deyish lozim. Sen yolg'onchi demaslik lozim degan gap. O'g'irlik qilib qolsa, o'g'irlik qilma, o'g'irlik xato deymiz, ammo sen o'g'ri demaymiz. Sen o'g'ri degan sari uning o'g'ri bo'lish ehtimolligi yuqorilab ketadi. Sen yolg'onchi degan sari uning yolg'on aytish ehtimolligi yuqorilab ketadi. Üçüncüsü cismani horlamaslık, yani umaslık, dumbalamaslık. Dördüncüsü ailede haddiden ziyade müstebit bulunmaslık. Balalarının fikrini, balalarının sadasını çıkıdığan bir muhiti bulaş ailede. Ular bir gap kıla alış. Bazıda atansa münazır kıla alış gerek. Bazıda. Ya dada anda degeniniz ki ben burada karayıma diye alış gerek. Fakat onu diyemezse aldığımızda titreplam durup peygamberle yaxşı bala olab qalsa bu balının keyin iş hayatıda, ticaret hayatıda, okuş hayatıda pek ig'ir kunga qaldı. Yani mustaqillik yo'q bo'lib qoldi. Mesela uğavallab qilib qalsa deyli, to'y qilgan vaqtda qanday bo'lib qoldi o? Biz qo'rqadigan sayın mahkum bo'lib qilish ehtimolligidan yuqori bo'ldi. Chunki mustaqillik degan gap takror yiqilishlardan keyin shakllanadigan bir narsa bu. Bir odamdagi mustaqillik. Eğer atağını davamlı kuldan tutuverip onu fakat yıkılgılı koymasa daim kuldan tutuverişe doğru geldi. Bu xuddilik haddidan ziyade uzun hasığı tayınıp manga adam ki hasını taşlavasa manganmay qalganda bir gap. Şuna ziyade mustabitlikten şunda yaman ta'siri var. Balaga nisbatan. Şunlaşqa diniy terbiyemizning yaxshi bo'lishi uchun ata-ona bilan balaning o'ttirisidagi bu rishtini barpo qilish aşı terbiyenin ünümünü belgeleydi o desek hata emas. Allah emmağdan razı olsun. Bugünkü dersimiz 5.